Mana bugün 8-fevral. Yangi kat yo'limizni sinoviga. Bugün 2-kun. Gradusni 40 gradusga qo'yganmiz. 40 ga chiqib o'chgan. Hozir kat yo'limiz o'chik. 37 ga tushsa ishlaydi. Kecha ko'mirni to'ldirib solganmiz. Soat millarimiz hozir ko'ramiz. 15:00. Kecha ham rasa soat 3 da solganmiz. Bir sutkada mashincha ko'mir kamaydi. Nastroykalarimiz o'sha 1 minut yonish vaqti, 20 sekund ko'mir haydash vaqti. Ventilyatorimiz 50 оборотda turibdi. Yo'limiz cho'g' bo'lib turibdi. Komandani kutib. Hozir komanda bersa ishlab ketadi. Faqat bu lapatka garelkada ashi tagida chugun bo'lib qolyapti. Chugun deyman, shlag bo'lib qolyapti-da. Shlagini bir kunda bir marta olib tashlash kerak. Kat yo'limiz ishlab ketdi. Ga tushdi, ishlashni boshladi. Yana 2-3 minut ishlab qatqa chiqarib o'chadi. Hozir xonaning ichkarisini ham ko'rsatamiz. Bismillah. Ichkariga kirsak, ichkari xona haroratimiz 24 gradusni ko'rsatib turibdi. Mana shu birda 24-25 bo'lib turibdi xona haroratimiz. Shu bu tomonda 100 kvadrat topli pol, 8 ta har xil razmerdagi radiator. Bu yerimiz mehmonxona. Bu yerda 2 ta radiator bor. 120 ga 50 panelli radiatordan. Tagi topli pol. Mana bu taraflarimiz ham. Bitta detskiy, bitta ham bitta radiator. Koridorda 2 ta, bu xonada bitta, narigi xonada bitta. Mana oshxonamizda bitta radiator. Jami 8 ta radiator. Bu tomonda 100 kvadrat, narigi tomonda 30 kvadrat topli pol. Jami 130 kvadrat topli pol. 8 ta radiatorga 250 kvadratlik 25 kilovatlik kotyolga 35 kilovatlik garelka qo'yganmiz, lapatka garelka. Shu bilan ishlayapti. 120 kilo ko'mir soldik. Qani shu necha kunga yetadi. Havo haroratimiz shu -1-2 shunaqa bo'lib turibdi. Hozirgi kunda. Unaqa qattiq sovuq ham emas. Lekin qish. Uyimizni chizmalari. Pechkamiz yonyapti. Ash devor orqasida pechka. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan birgalikda sinovimizni o'tkazamiz. Videoni chetgacha ko'rgan bo'lsalaring, bitta like bosib, kat yo'l qidirib yurgan tanish bilishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.